$4000-5000 yaqin pul ehson qilyapsiz. Mashalloh, mana bir xillashni ko'ryapsizlarmi? Samarqandlik Toshpo'lat akam bilan hozir ko'rishdik. Mana Ichkarada. Assalomu alaykum. Necha kundan bir osh qilyapsiz, to'g'rimi? Mamat Qalaga qildi 60 kilo. 60 kilo. Qanaqa o'zbeklar kelib yordam berayotgandan qanchalik odamlar xursand bo'lyapti o'zi? Qanday o'zimiznikini ko'ramiz, xursand bo'lamiz. Hammasi spasibo. Biz masjidni oldiga osh qildik-ku. O'sha yoqqa kelib nima qilarkan? Bir aylanib keldi vahshin. Dahshat bo'lgan. O'tda hech kim kulmaydi, to'g'rimi? Yo'q. Nima qilib bera olmaysiz ularni hayot nimasini? O'chib, mana ko'ryapsizlarmi Samarqand oshiga qanchalik o'chibligini? Mana Toshaganmi oshlariga shuncha o'chib odamlar tutibdi. Mana. Necha kilo odamlar bor hozir? Bugun ham 60 kilodan beri. Bu yerdan tushgan pulni nima qilamiz? Ularga o'tirildi, o'shalarga. Hammasini. Hammasi. Foydani emas. Yo'q. Necha pul tushyapti? Qarib 200 ming, 250 ming rubl bo'libdi. Bu taxminan $5000 yaqin pulda, $4000-5000 yaqin pul ehson qilyapsiz.